Koreys qizlarga o'xshab kerak emas joydagi tiklarni o'stirib. Norm или стрём? Yo'q odamni g'iybat qilish. Norm. Стрём. Norm. Стрём. Koreys bolalarga o'xshab qizchasini sumkasini ko'tarib yurish. Norm. 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 Og'ir bo'lishi mumkin. Koreys bolalarni makiyaj qilishi. Стрём. Koreya uchun norm. Siz uchun? Sтрём. 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 Uzun sochli bolalar. Norm. 100% norm. Sтрём menga kam. Norm. Men uchun ham norm. O'g'il bola bilan qiz bola do'st bo'lishi. Men uchun norm. Norm agar ular do'st bo'lsa, do'st bo'laysa. Norm. Men uchun ham norm. Oxirgisi buni gapirsam ekan, gapirmasam ekan. Ko'pgina negativ kelishi mumkin, balki videomiz bo'lib ketishi ham mumkin. Koreys qizlarga o'xshab kerak emas joydagi tiklarni o'stirib. Стрём. Strom, ma'lumot berib o'tamiz. Koreyada qizlar kerak emas joydagi tuklarini o'stirib yuradi, osa infeksiya tushayotgan. Albatta yomon narsa emas, fakti bilib qo'yganinglar yaxshi. Bu mavzu hech kim gapirmagan mavzu. Shu kungacha shuncha koreyslarning minuslarini yoki yaxshi tomonlarini sanashadi. Biz birinchisi bo'ldik. Sizlar qanaqa hech kim gapirmagan faktlarni bilasizlar? Yozib qoldiringlar.